Bu ikki manzarga yaxshi diqqat qiling. Sol tarafga qarang. 50 ming odam varqirayotidi, chayqirayotidi. Hamma odam qattiq hayajon ichida. Xuddi sizga yer davrayotgandek tuyg'u berdi. Qarmoqqa baklayvatli shundami? Endi o'ng tarafga qarang. Faqatla 5 odam uyda jimjit. Hech kim vaqiramaydi, hayajonlanmaydi. Ko'zlari o'tkir, nafaslari tekshi. Ular faqat ko'z qarchug'i bilan ishorat qilishib, xarita ustida plan tuzayotdi. Sizcha millatning taqdirini qaysi o'zgartidi? Heliqi hissiyotga masbub, og'zini yirtib vaqirayotgan 50 ming kishilik to'pmi? Yoki bu jimjit uydagi so'g'uqqan 5 odammi? Buning javobi aniq, ham ichinishliq. Tarixni hargizmi to'p o'zgartmagan. To'p faqat do'lqinga egishadi. Tarixni tashkillangan, nishoni aniq, irodasi po'latdek oz sonliqlar o'zgartgan. Biz doim yig'laymiz. Voy, bizning sonimiz oz, biz ojiz, dushman bak kuchli, ko'p. Biz ularga teng kelolmaymiz. To'xtang. Bu mag'lubiyatchilarning, qo'rqinchoqlarning matematikasi. Son faqat bir raqam. Tabiat qonuniyatiga qarang. 1000 dona qo'y bir dona bo'riga teng kelolmaydi. Qo'ylarning soni ko'p bo'lgani bilan ularda yurak yo'q. Faqat qo'rqinch, xavfsirashlar bor. Bo'rida bo'lsa sistema, birlik bor. Bo'rida strategiya bor. Bugun biz 3-haftani, ya'ni kuchlanish bosqichini boshlaymiz. Birinchi darsimiz songa cho'qinishni to'xtating. Sifatga iymon keltiring. Undaq bo'lsa boshlab ketdik. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Bizning hammamizning kallasida shundaq bir xato hukm bor. Ko'p bo'lsa yaxshi deb o'ylaymiz. Bir ish qilsak, necha odam keldi deb so'raymiz. Agar zalliq qidi to'lsa, pah, bizni aytdi cho'ng ish qilyaptik deb o'zimizni aldaymiz. Lekin haqiqat shuki, bu bizning sonimiz. Ko'p, ig'ir, ammo uni shamol uchirib ketadi. Suv iqtib ketadi, uningda hech qanday bog'lanish kuchi yo'q. Endi biz yadro fizikasiga kelaylik. Buningda critical mass deb bir hukm bor. Halqiliq mass. Buni bilamsiz. Atom bombasi portlash uchun tog'dek tonlab tuproq yoki to'mir kerak emas. Faqat belgilik miqdordagi, ammo sopligi intayin yuqori beyitilgan uran yetarlik. Beyitilgan uranning alohidaligi nima? Uningdagi atomlar bir-biriga shunchalik zich, shunchalik sap ulanganki, birla atom harakatga kelsa, u yenidikisini so'qadi, yenidikisi yana yenidikini va ko'zni yumib ochguncha tutashma reaksiya yuz berib, butun bir shaharni yo'qotadigan quvvat maydonga keladi. Agar uran sap bo'lmasa, ya'ni ichida qum, to'pa, shak, shubi aralashib qolgan bo'lsa, siz uni tog'dek dulib olsangizmi, u portlamaydi. U atom bombasi bo'lolmaydi. U faqat bir dova radiatsiyalik axlatli bo'ladi. Bizning bugungi holimiz shu. Saplashmagan cho'ng duvi to'pa. Sonimiz ko'p, ammo ichimizda qo'rqinch, shak, dunyoparastlik, hasad degandek keraksiz moddalar nihoyatda ko'p. Shuni biz portlayolmaymiz. Harbiy ishlarda bir oltin qoida bor. Qo'shin qancha cho'ng bo'lsa, qo'mondonlik qilish shuncha tas bo'ladi. Cho'ng qo'shin asta harakat qiladi, ko'p tomoq yeydi. Ularning ichiga jasus osonlik kirib oladi. Bir yerda vang o'q ovoz chiqsa, butun qo'shin qo'rqib qochadi. Bizga samirib ketgan qo'shin emas, tez, o'tkir va ixcham tashkillangan qo'shin kerak. Biz tarixga qaytib boqaylik. Badr jangi. Buni bir oddiy urush deb o'ylamang. Bu insoniyat tarixidagi eng muvaffaqiyatli alohida harakat. Bir tarafda 313 nafar musulmon. Qoral kuchi yo'q deyarlik. Faqat 2 ot 70 li to'yga. Holati ko'pinchisi piyoda, qo'rsoqlari osh. Natija harbiy logika bo'yicha bular 100% yengiladi. Yana bir tarafda 1000 nafar dushman. Qoral kuchi otli qo'shin, to'liq savut, eng ilg'or qilishlar. Holati muzik chog'an, aroq ichgan, o'ziga bak ishongan. Ammo natija nima bo'ldi? 313 kishi 1000 kishini tarmar qildi. Ba'zilar farishtalar yordamga keldi deydi. To'g'ri, bu haqiqat. Lekin bir savol. Alloh farishtalarni nimishqa Hunayn jangida, ya'ni musulmonlar 12 ming kishi ko'p sonliqni egallagan shu vaqtda avatmadi? Nimishqa dastlabida musulmonlar yengildi? Sababi shu. Badrdagi 313 odam beyitilgan uran edi. Ularning sifati shu darajaga yetganki, Allohning nusratini tatib olalaydigan magnitga aylangandi. Undaqda ularning alohidaligi nimati? Birinchi, bir tan, bir jasad. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safni tuzlaganda xuddi xish tizgandek tuzladi. Hech kim men oldida sen oqida bo'lib qolding deb talashmadi. Shaxsiyatchilik nolga tushdi. Ikkinchi, psixikalik tayyorlik.
Düşmanlar aroq ichib, vaqirishib yotganda ular tamkin holda duo qildi. 3. Nishonning sopligi. Ular o'lja olima, nom chiqarma deb emas, faqat va faqat haqiqat Allohning roziligi uchunlik kelgandi. Undaqda qarshi tarafdagi 1000 odamchi. Ular bir qalaymaqon to'pdi. Qur'on ularni mundaq tasvirlaydi. Tahsabuhum jami'an va qulubuhum shatta. Sen ularni sirtdan qarab, xuddi bir ittifoqdek deb o'ylaysan. Ammo ularning qalblari param-parchadir. Bugungi strategik darsimiz shu. Tashkillik, oz sonliq har vaqt, har yerda ko'p sonliqni yengadi. Yoshlar, bugundan boshlab kallanglarni o'zgartinglar. Ko'paytishni emas, suzishni o'rganinglar. Biz nemishqa ojiz? Chunki biz hamma odamni quchoqlaymiz deb sopliqimizni yo'qotdik. Birinchi, do'stlarni suzish. Telefoningizda 1000 do'st, Facebookda 10,000 aga kuchi bo'lishi sizning kuchingiz emas. Bu sizning yukingiz. Beshingizga kun tushganda yoki vatan uchun amaliy bir ish qilaylik deb chaqiriq qilganda, bahoni ko'rsatmasdan yeningizda turadigan 3 do'stingiz bormi? Shu muhim. Agar yo'q bo'lsa, siz yolg'izsiz. Mayli 10,000 odam sizga loyiq yurak bossin, hammasi quruq. Ular faqat tomoshabin. Faqat shu 3 Badr askarinizdan qolgan 997 ni qo'yib bering. Ikkinchi, bilimni suzish. Mingingizda uchurlar axlatxonasiga aylantiryapman. Palani undaq debdi, pokoni undaq debdi. Bu sizni aqlli qilmaydi, sizni palashga aylantiradi. Faqat sizni kuchaytiradigan, sizga hunar o'rgatadigan sap ilmlarni qabul qiling. Xulosa shuki, mening izbosar qayrindishim. Bizga millionlagan loyiq bosadigan, ammo hech ish qilmaydigan qo'llar kerak emas. Bizga titirmay o'q atalaydigan, va'dasida turadigan, setilmaydigan 300 sarxil yurak kerak. Siz o'ylaysiz, men yolg'iz nima qila olayman? Men sizga dey, tarixda har qanday bir inqilobni, har qanday bir cho'ng o'zgarishni faqat nopsning %1% kishilari, ya'ni sarxillar qo'shini qo'zg'agan. Qolgan 99% kishi shu 1% ga ergashgan. Siz shu 1% ning, ya'ni 300 kishining biri bo'la olamsiz. Yoki orqaga qochadigan faqat sanoq qilib ba ko'pikning birimi. Buni sizning soningiz emas, sizning supatingiz belgilaydi. Bugungi 15-chi topshiriq. Bugun kechda telefoningizni iling. Telefoningizdagi shu yuzlagan odamlarning ichidan faqat 3 odamni tanlang. Bu odamlar shundoq bo'lsinki, samimiy. Sizga haqiqatni ochiq bo'lsa yuzingizga ayta oladigan. G'oyadosh, siz bilan bir g'oya uchun tirisha oladigan, odoqcha mang'alaydigan. Sirdosh, sizni satmaydigan. Bu 3 odam bilan yadro guruh quring. Bu guruhda quruq parang satmanglar. Plan tuzinglar, bir-biringlarni kuzatinglar, bir-biringlarni bomdodga uyg'otinglar va ularga dam. Qarindoshlar, biz oz, ammo biz yadro. Bizdan atomning kuchi ajdodlarning izbosari chiqadi. Ati 16-qismda ilm va texnika, ya'ni mushu kichik guruhini qanday qurollandirish haqida paranglashimiz. Az bo'ling, ammo soz bo'ling. Allohga omonat.